Jami 53 kvadrat, bundan 17 kvadrati 7000 seriyada va qolgan 36 kvadrati Termo 70 modelida o'rnatildi. Eshik haqida ma'lumot beraman. Termo 70 modelida bo'lgan, profilda qalinligi 7 cm, ichidagi havo kameralari soni 3 ta bo'ladi. GS zamogida bo'lgan, ruchkalari, stuplina, haydovchilik yopilishlari ideal. Tak, petlyasi Italiyani Master brendida bo'lgan. Ana endi ichkariga kiramiz. Bu xonadonga ikkita eshik o'rnatib berganmiz. Bittasi o'ng tarafda yondan kirganda ham proxod bor. Mana shu joyga ham Termo 70 eshik o'rnatib berganmiz. Ana ko'rganlaringni bir xil komplektatsiyada. 7000 Engelberg profilida 6 ta rom o'rnatganmiz. Profilda qalinligi 7 cm bo'lgan. Havo kamerasi soni 5 ta bo'ladi. Ruchka mexanizmlari hammasi Germaniya brendi, Rottoda qo'yib berganmiz. Tashqaridagi vitrajlarni ko'rsataman. Ko'rib turibsizlar, katta ancha gabariti bor. Shuning uchun termo profili tanlangan. Har bitta romga ikkita tabaqa ochilish qilib berganmiz. Bularda o'ng tarafida hammasini двойной mexanizm o'rnatilgan, aksessuarlari Master Italiya brendi bo'ladi. Chotki ishlaydi, ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda bu eshik romlar uzoq vaqt xizmat qiladi. Yana bitta narsa eslatib o'taman. Bu romlarga 5 yillik bepul servis xizmat ham berilgan. Hammaga rahmat.